Assalomu alaykum. Assalomu alaykum qarindoshlar. Uyg'urman kanaliga kelganlarni qizg'in qarshi olaman. Assalomu alaykum qarindoshlar. Ovozim yaxshi beryaptimda? Mayaqtingo yaxshidek qilib turdi. Sözümni başlab beray. Kirganlarga kira. Qarindoshlar, bayan men bir bola bilan bir soatdek qo'shiq paranglashdim. U bola kim o desanglar, shu ekranning orqadagi bir angliyalik bola. Bu o'zini Uyg'ur deb hisoblaydi ekan. Bu o'zini Uyg'ur deb hisoblaydi ekan. Bu angliyalik. Men buni degandim-ku, kelgusida Xudoyimiz cho'qim Uyg'urman, Uyg'ur deydiganlar jiq, chunki Uyg'ur deganga tutishadiganlar men iznishim orqali shuni his qildimki, nurg'unka millatda bu Uyg'ur degan bir millat sen bilan biz o'ylaganlar, o'sha taklif makonda yashaganlar bu millatlar emas. Bu yerda nurg'un chunqur tarix ko'rinishlar, oq ko'rinishlar bor ekan. Mushu bola o'zining apisining bir Yevropaning Shimoliy Yevropalikka apisining shu qinini tekshirib ati-buvlarini tekshirib oxiri Uyg'ur bilan bog'lab, tarix qiziqib, mush izlanib oxiri nurg'un xulosalarga kelibdi. Masalan men nurg'un yozimlarni chiqarib qo'ygan postlarni bir ko'rsatib qo'yay. Balning mushu qana Climate James deb. Masalan, men qaralamat yaponliklarga men qarasam mana xatlarni tatib, bular Tatar 21-asrning Tatarlari deydi ekan. Undan keyin Uyg'ur of South America. Janubiy Amerikadagi Uyg'urlar deydi. Inka degan. Inka deydi ekan. Mongol Kalman endi Mulaulu degan qabilaga o'xshaydi. Ashlarni Janubiy Amerikadagi Uyg'urlar deydi ekan shularni. Ama qiziqib qoldim men bu. Sen qaranglar, Uyg'urlarning ham ishini chiqirdi bu. Maxsus Lopnor Nur degan shu ism Uyg'urlarning xaritasi bazalamishda sizdiki bu deb. Unki meyda Magyar Hungariyalik, hozirgi Hungariyadagi Magyar degan millati bular turk deb hisoblaydi o'zini, biroq buni teknin surish qilib kelsa, bularni Uyg'urlar yetishdi. Mening ayolim shu Magyar. O'zini shunday deb o'ylaydi. Garchi o'zining angliyalik o'kini dinni tekshirib qildi. O'zi qiziqib qildi. 50% yuqori angliyalik qini bo'lsa-mu, biroq Magyar turk qini bo'lg'achqa o'zini Uyg'ur deb hisoblab, biz ashta tonishib, ashta paranglashib qilgan. Shuningdek men qiziqib Magyar to'g'riliq. Buning hikoyasini bayon mushu bol bilan paranglashib, nurg'un hayron qoldim. Mana shu Uyg'urlardan parchalanib chiqqan millatlar deydi ekan bu. Buning bu tarix tushunchasi bu biznikidan, sen bilan meninkidan naytda o'xshamaydi ekan, hamma o'xshamaydi emas, cho'nqur ekan. Voy bu deydi, har qittim bir narsani izlanaman desam, nurg'un yangiliklarni bayqayman deb. Bu bakchi kitob o'qigan ekan, men nurg'un kitobxona, Uyg'ur tarixiga asosan har xil kitoblar emas, kitobxona deb tunishdi-da. Bu to'rdiki 3-4 Uyg'urcha, inglizcha kitobxona, nurg'un kitoblar va shularni o'qib, oxir xil bir darajaga beribdi bizning tariximiz to'g'riliq. Shu bayon paranglashtimki, bu deydi, bu dedi videosi yo'q, ovozliq oldim. O bugungi paranglashimiz faqat shu kelgusidagi plan, bu qanday qilamiz, bu deganda bu to'xtamay nimda desanglar, Uyg'urlarning ishi amaliyotda bu biz izchil davatqanga o'xshash, bu hargizmi ethnic cleansing, culture genocide emas, ya bo'lmasa bir normal bir human right emas, bu bir ig'ir
iş vaxtımız yo'q deb o'zining bizni Uyg'ur bizlar o'zimiz meyada xiyoliy uning buni haqidan gap qilib yurgan vaqtlarimizda mana men Uyg'ur deydigan biz chet ellik hisoblaydigan biz chet ellik hisoblaydigan Angliyalik birisi qo'pib o'zini Uyg'urman deb men Uyg'ur deb hamda Facebook saloni ichib tarixlarni so'zlab bizga deb turadi. Bu deydiki Uyg'urning masalasi bak ig'ir, bak tez tugab ketib bordi. Bu Xitoy buni Xitoy maxsus sistemalik Uyg'urni yo'qotmoqchi, chunki buni haqida nurg'un tarixiy masala bor. Faqat u birimda bir yerlik bo'lib qolganligi emas. Buning ichida bu bizning tariximizni agar qidirib chiqsa, bu Xitoyning butun tarixi yo'qli bo'ladi, ham hisobda butun yolg'onchiligi isbotlanadi debchi. Demisimi shu, bizning tariximiz 70 ming yil deydiganlar bor. Ana qerinishimiz kirib tur, Ilshat deyman, Rishatmi bu qerinishim ism keldi. 70 ming yil deydi. Bu tarix bizning bu Uyg'urga chetishlik masalan nurg'un millatlar va buni inglizcha bayon nurg'un paranglashdoq men damalliq hammasini tafsiliy sizlarga ismda qolganlarini tafsiliy so'zlab bilmayman. Ba'zan gaplar ayron qoldig'ini bu ingliz tilimi bu isboti bor Uyg'urdan kelgan. Bu ingliz so'zmi deb. Hozir bu ingliz tili so'z, biz ishlatayotgan ingliz ishlatayotgan bu Uyg'ur. Buni so'zlaymiz deydi. Bakchiq narsa o'g'ashqa buni vaqt kelganda har haftada birdan bir qism qilib so'zlab qildigan bo'ldik. Har bir temini ayrim kichik temi qo'yib shuningda to'xtalib Uyg'urning tarixi to'g'riliq buni ichib so'zlab bu qildigan bo'ldik. Nemishga degan chaqda bu Uyg'urning mana shu hozirgi inqilobiga bek foydali deydi. Bu faqat bu Xitoy bizni bular bir atugin davlat qurib radikal bo'lib islom davlat qurg'isi bor deb xalqaroga shunday yeb bizni davlat qurg'izmaslikqa, o'zimizning mustaqil bo'lishiga to'salg'u qilayotgan mushu paytda biz o'zimizning tarixini shunday yeb chiqib inglizcha burun Vali Qurbon bu akalarımizdan o'zimizning tarixini Uyg'urcha olgan bo'lsak, endi inglizcha haq tarixlaydigan vaqtimiz keldi, dunyo tarixlaydigan vaqtimiz keldi deb o'ylab, bu shunday, bu o'zi tipirlab shunday qilib, bu mening nima gruppamga kirib shunday, va men chata yo'q, men shu Uyg'urning mustaqillik shosi bu deb her vaqt tayyor degan. Bugun men işte partiya kirdim, tunugun ko'rdimmi bu desam, bu men kirman deb. Mana yildan bizga bir inglizcha so'zlashadigan Angliyalikdan partiya a'zosi kirdi. Men dedim, Tibetlarning sirti degan nurg'un shu Tibet emas millatlardan qo'llag'uvchilari shunchalik jiqqa, shunlashqa ularning iqtisodiy kuchi biznikidan o'shiq, shunlashqa ularning qurilmasi biznikidan mustahkamga. Biz bundan keyin shu savoq o'xshash inglizcha Uyg'ur emas millatlardan hozirgi Uyg'ur nopos emas millatlardan bizga shundaqa qo'llag'uvchi kerak, shundaqa qilsak bu desa, men birinchi bo'lib kirman uningga for sure deb. Iniq men cho'qim kirman deb aytadi dedi. Endi men yildan tunugun kirib bo'ldim, mana atrofimda 2-3 chet-ellik akrishqa bel bog'lab ma'qul bo'ldi. Chunki ular Uyg'urning mustaqilligini vijdoniy jihatdan yoki o'zining diniy jihatdan bo'lamdi, bu bir majburiyat qo'yganligidan qarindoshlar. Mushu jamiz ingliz turib men Uyg'ur deganning oqida nurg'un hikmat bor. Hargiz bir qopab Xitoylar bo'lsa-ki, men Xitoy emas deb tirishadi. Hozir Tayvanliklar o'zini men Jungoliq emas, 70% o'shiqqa bizda ham Tayvanlik. Jungoliq dema, Junhua Mingo degan gapni qilma. Junhua degan gapni qilma, biz faqat Tayvan deb pasportlarimizni o'zgartirib, shunday o'zini Xitoy bo'lishini tenib qilayotgan vaqtda, chunki Xitoy bir shiplas millat, Xitoyning tarixi bir nachar, bir yilmikrga to'lgan millat bo'lganki, xalqlar qochidi. Ammo Uyg'urning tarixi shunday bir esil, Alloh bu Uyg'ur degan so'zni başdan boshlab shu qo'g'dab qolgan, buni surishtirib tarixini aşağı hava atını bilen ana adam atı apralaydık ya bu aşında özünün düşüncesi bilen qanda bulup näge düşken onundan keyin şu isimlarning
şu yerlik tilida nimmanisi bağlığını şu bir-birisiga bağlab, mesela Meksika, ondan keyin hatta Hindiston, ba'zan yerlarning adresining ismi bilan shu nurg'unlari Uyg'ur degan shu gap bilan bağlındı ekan. Mesela Morocco degan mu qabilasining Uyg'ur degandek, Mura Uyg'ur degandek, Muyug'ur degandekchi, Muyug'ur degandek, Muyug'ur degandek gapga Morocco degan shundoq kelgan deb shundoq nurg'un hayron qolgudek bir gaplarni qildi. Bu yerda tushuntirib qilmasligim mumkin. Biroq men demoqchi, endi o'zimizni dunyoga to'ntadigan vaqtimiz keldi. Maydimizni kerib, hamma ishni qo'yib tashlab, chunki mushu chet ellik balimi, mushu James degan balimi dediki, bak az qoldi, har kuni qirilib yo'q bo'lib ketib boradi deb bizdan bakarak titit bo'lib, vijdoni qaynab, o'zining ota-bobolarining tarixini surish qilib Uyg'urga bog'lab, Uyg'urga o'sha bir ish qilib berish uchun nurg'un kitoblarni o'qib, hozir mushu Uyg'urning tarixini dunyoga azazdan so'zlab, dunyoning ko'zini ochadigan vaqt keldi deydi. Men jazman qo'shilman, shunlashqa men buni boshda izlab, o'shda parang bir yerdan chiqib, endi chunki buning tayyorlik qiladigan narsa nurg'un bo'lg'achqa, slayd rasmlarni chiqarib, endi rasmiy ishimiz o'tirib yaxshi suhbat qildiganga azroq ham bir ish kelibdi bu vaqtda, shuni tayyorlik qilay. Har haftada shundoq o'zimizning tarixini o'tirib qo'yib, bir temada to'xtalib so'zlaylik deb deyishdik. Bir saatdek to'g'riliq paranglashdik. Nurg'un evidence, mesela shu Xitoy, bayonmi dedim, bu Xitoy Uyg'urning deydi, amaliyotda Uyg'ur degan Xitoy butun qita shu burunqi qurgan kichik sular, Song sulasi, Song degan shu Hunning bir nimasi degandek, hatto shu burunqi qabilalarining hech qaysining bir Hun bilan aloqasi bo'lmay qappaqqan bir sulali yo'q. Hammasi Hunlar qurgan sulala, Uyg'urlar qurgan sulala. Xitoyning shu ota-bobolari bevosita Uyg'ur, Hun Uyg'ur. Uningdan keyin shu Tungan Xuy degan shu Uyg'ur bilan Xitoyning bo'lgan balasi bu deb hargizmi Xitoylar avlodi deb. Hargizmi shunlashqa Xuy deydi, Xuyjoutu deb boshqa dinga yenib ketgan, u Xitoyning o'zining qanday vijdoni, milliy g'ururini qo'rib tashlab, biz degan dada tarafga dinga e'tiqod qilamiz deb Xuyjoutu bo'lgan deganga o'xshash, biz tushungan o'xshash. Bu Tunganlarning ota tarafni Uyg'ur, ana tarafni Xitoy deb tushuntirib qildi. Onun modeli ispatlari var ki, hatta nemishkim shu Seriq daryo Xuanxi deydigan, uningdan keyin va nurg'un narsalar, yaxshi narsalar bor. Shunlashqa men hayajonlanib sizlarga so'zlayapman. Cho'qqum buning foydasi bo'ladi. Shunlashqa buningdan keyin har haftada bir mushu bola bilan naq maydon bo'lmasimi, obdan tayyorlik qilib biz shuni sunmoqchi. Meni bo'lsa har kuni qilsam bo'ladi, biroq bu bolam o'zi yig'ishtirib, akab o'zim aldirash ishlaydi ekan. Shu narsalarga tayyorlik qilib, misakniga chiqib, men bilan live stream qilganga haftada bir bo'lmadi deganda shunda o'rlashtirishni loyiq ko'rdik. Shunlashqa kelgusi cho'qim parlaq bo'ladi Uyg'urlarning qarindoshlar. Uyg'urlarning bizning qilgan ishlarimiz nurg'un, ham dunyo bag'an sire bizni tushunib, bag'an sire bizning bu millatning mustaqil bo'lmasa qat'iy bo'lmaydigan bir millat ekanligini, uningdan keyin dunyoning bizga qarz ekanligini bag'ansa dunyoga bildirib, chunki bizning tariximizdan surish qilib kelsak qarindoshlar, bir millatga bir askilik qilib, bir millatni bir kishining dilini og'irtib qilib boqqan millat emas biz. Onu obdan bilimiz, bizning bu madaniyatimiz, bizning bu dinga kirgandan keyin o'zaro unda bir-birimizni g'ajab qilgan bilan biz birisiga bir yomonlik qilay degan bir millat emas. Bir dil berib, amana bo'zaqqa olay, mani yo'q qilib yetay deydigan bir millat bo'lmagandan keyin buni cho'qim Alloh shu bizning maqsadlarimizni yetkazdi deb o'ylayman. Bizning mushu dunyoga bir dars bo'lib, mushu Uyg'ur qirg'inchiligining dunyoga bir dars bo'lib qolganligiga men jazman ishonmayman. Unda bo'lgandan keyin cho'qim bizning mustaqilligimizmi az kun qoldi deb o'ylayman. Lekin yana men bu yerda safarbar qilishga tirishman qarindoshlarni. Har vaqt tashkilotlarga kiringlar deyman. Tashkilot aktiv bo'laylik, mushtaq bir-birimizga vazifalarni berib, mushu Uyg'ur uchun bir ish qilaylik. Endi boshlanib
to'xtamay qilaylik. Mayli sen ishla bo'ldi. 8 soat kuniga 8 soat ishlasang, kuningga bir soat vaqtini ajratib, to'xtamay bir nimalarni yezib qo'y, yo'qsa tashkillanib vazifang topshirilib, shu Uyg'urga munosabatli ishni qil. Shunga bo'lmasa bizning shundaq eng yaxshisi bizning partiyaga kirib, bizning Republic Party bu hamda ama kırılıpla sizlerin sizden başlaplan bir yerde çaqağınım yok. Bu müştə bir sistemaga kırvamısak, hazır biz ömleşken bir millet dep bir kurulmunun astıga oxşaş nişanımızını bildirtmesek, tayya bo'lgan vaqtida mana Xitoy qachon parçalanadi iniq emas qiynaşa. Tayya bo'lgan vaqtida biz yana u yoqda bu yoqda deb qap qalsak, xalqaraning uningga aloqa taqti yo'q unda ishlarga. Xitoylar yasab ketib qolsa, yana yasab ketadi ishlarni demokratiklar. Voy, o'xshash demokratik mushtasi tuzumlamış parlament sistemasini Uyg'ur Xitoy tan qilsak bo'ladi-ku deb. Ammo bu yerda demokratik bo'ladiganimiz aniq, ammo davlatimizni asli keltirishimiz qiyin. Xitoy bilan Uyg'ur mumkin emas, birga yashab bo'lamaydi. Sen bir dunyoda o'zingning putiga palchapadigan bir ishni qilding, bo'libmi shu virusdan keyin bütün dünyasının qanday bir shiplas, qanday bir mit qurut ekanligini bildi, dunyoga ofat ekanligini bildi. Shunlashqa Uyg'ur bir ezilgan ko'zimizga sat ko'rinib bo'ldi. Bundan keyin yashash mumkin emas deb, o'sha o'zimizning davlatni asliga keltirsak, hozir 50% Xitoy bo'lsa, 48% Xitoyni cho'qqim ketkizib o'tmasak, 2% Xitoy qilib qolsa, unisi yana o'zimizning davlati shu vaqtida 2% Xitoy bilan davlat quribdika, Sharq Turkiston davlat ishga ketdim. Da olgandan keyin shuni chiqarib o'tish uchun yana shu Sharq Turkiston degan ismning ostiga yig'ilgan bo'ldik. Ammo uning ichida shundaq boshqa o'y fikrdikilar bo'lsa, ham har vaqt qo'llaydi. Har vaqt qo'llaymiz. Sen qanday xiyolda bo'l, qanday o'y fikrda bo'l, u millatimizning kelgusi uchun uni o'ttirib qo'yib, bilet tashlab orqali o'ttirib vujudga chiqarsak bo'ladi. Ammo bu yerda bo'layotgan ish bizga son kerak. Hozir bu Republic Party degan bu bizning bu partiyaga mushta nopos kerak. Mushta chataliklarni akilib, birinchidan noposning foydasi. Ammo Necmiddin kam degandek referendum bundan keyin vaqt soat kelganda biz azamimizni ko'paytib bo'lganda vashidlan bir graf turg'izib, biz mustaqillik Sharq Turkiston puhrasi bo'lish bilan biz mustaqillikqa intilimiz degan narsani shu partiya qiladi. Partiyaning a'zolari ko'payib, undan keyin manchilik qo'llovchilar bo'lganda vujudga chiqaradigan ish. U narsa bo'lmasa biz bu xalq bilan bu davlatni bog'laydiganga bir shunday partiya bo'lmasa bo'lmaydi. Hamma xalq 100% partiyaga kirib olishning nimasi yo'q, biroq xalqning partiyani e'tirof qilish kerak. Mayli boshqa partiyalar chiqsin, oshlarni e'tirof qilsak bo'ladi, lekin mayada 3 narsa muqim bo'lib ketish kerak. Xalq, partiya, undan keyin hukumat. Bir-birlab shundaq bosqich. Ammo bizning butun nishonimiz mustaqillik. Unda bo'lgandan keyin hamma narsani qo'yib tashlab, hozir shu sistemaga kirib olishimiz kerak. Şu Xitoyning yo'qildigini va boshdan oyoq da'votiman bu iniq. Bunisi sen gerçi tarix dinga ishonmay tarix ishonsangmi ko'zing yetidi. Xitoyning yo'qildigan ham ojizlab shu yerga bordi. Puli yo'q, meli yo'q. Xitoylar shirkatlar, hamma davlat shirkatlarini chiqarib hozir bir nimalarni qarsanglar, yangi narsalarni olsanglar, unda made in China degan narsa bag'ansir ozlayotidi. Sap shirkatlar, shu zavodlar made in Indonesia, made in Thailand, made in Spain, made in Pakistan, made in Turkiya degan narsalar jiqiyotadi. Chunki hammasi shirkatlarni ochiq va tesirqa. Xitoyni yo'q qilmoqchi. Bularning bu dunyoning bu kelgusidagi plani bu. Buni bu bir qalisi normal odam bo'lsa biladi. Getlerdan qo'rqqan o'xshash hozir Xitoydan qo'rqdi. Bu bir ishplas, bu bir mumkin emas. Bu insoniyatga qarshi turadigan bir mushtaq bir qurut ham evil shayton ekanligini bilib hozir buni jazman yo'q qo'ydi. Hamda Xitoy o'ziga bog'liq, hamda Xitoy dunyo bilan tang yo'qayman u bu deb propoz qilib, ba'zan narsalarni qilib qo'rqitib baxti, 3 dunyo urushi bo'lsa bombardimon qilish birdamda tugaymiz, u ham dunyoni tang tugditimiz bizgacha qilgan bo'lsang deydi. Lekin menchi bo'lsa
u darajaga bormaydi. Hozir Xitoy burun diyoyida degan bizningki u bu deb maydasiga mushlab bir orol bor Yaponiya bilan. Shu orol deganda va bizningki kim chiqilsa bizning joni manfaatimizga bo'ladi deb so'zlaydi. Hozir Yaponiya uni ich qitirishadi. Hozir qaytadan tunugun e'lon qilibdi. Ham shu orolni ham Yaponiya qo'pib imorat silib shuni qurdiki. Xitoy yani hech qanday bayonot beramaydi, kuchi yetmaydi. Janub dengizda cho'ng masalasi bor, Tayvan bilan cho'ng masalasi bor. Hindiston o'lguchi urushimiz deb degan askarlarni tayyorlab bo'ldi. Tibetning askarlari degan sama usloynab tayyor bo'lib bo'ldi. Xitoy bir bo'lsa, bo'ldi, jininab qilish uchun Xi Jinping olamda u bir narsasi zo'lab jininab qilish uchun menchi bo'lsa taslim bo'lishim mumkin. Shartsiz taslim bo'lib bo'ldi, biz xato qildik bo'ldi deb. Chunki bularning bir mang'idek bir yer qolmadi, sirtqimi chiqolmaydi bularning hozir shu CCP kommunistning cho'nglari. Birinchidan ansiraydi, ikkinchidan nega bo'lsa shundoq plastik qilib ekanki butun dunyo hozir buni Xitoyni hozir Xitoyning bir gapi bor, go'je laosh xanda deb. Ko'chadan o'tgan chashqanni hamma odam urib o'ynaydi-ku, qo'g'lab ashunga o'xshash bu Xitoy hozir ko'chada ashunda bir chashqonga o'xshaydi, ko'chadagi bir chashqonga hammasini urib deb o'ltirishga g'azib o'rlab turgan vaqt. Unda vaqtda qarindoshlar biz cho'qimdan bir sistemaning ostiga yig'ilib, u sistemani biz o'zimiz shaxsiy qurib olgan sistema emas, u bir dunyoning shunday bir qurilmasi, dunyoning hozir e'tirof qilgan eng yaxshi qurilmasi, shu Yevropa, shu hatto Turkiya, shu Amerika hammasi ishlatadigan parlament sistema. Hamda uning ichidagi eng yaxshi sistemani ajmidikam shu bizga o'tirib qo'ygan, hatto zo'ngtongsiz, prezidentsiz, lidersiz ama bizden xuddi yani shu akimiz deganga o'xshash musulmonlarning bir liderisi yo'q-ku bizga hozir, biroq bizda ruh bor, tushunch bor. Qur'oni Karim bizni yetaklab mang'anga o'xshash, bu bizning bu partiyami, shu bizni yetaklab mang'adigan bizning shunday nizam nomimiz bor. Shu bizning nishonimiz. Qo'shilsanglar, agitsan, yig'ilsan, birga kurash qilamiz. Sening chechan uzunga burton qasmoqqa degan gaplarga hamda untub xotimi berib shu faqat o'zimizning shu nizam nomisiga jug'urlab vatanimizni qaytarib Xitoyni chiqarib olishning qo'yida bo'lishimiz kerak. Uning bunda bo'lgandan keyin sen u yerda gumon-pumonni qo'yib tashlab hozir shu partiyani ostiga yig'ilsak bo'ladi. Agar yig'ilmay qolsam-o men ishlaymanki bu hamini bo'ladi, hamini vujudga chiqirmiz. Qatnashmaydiganlar hamini qatnashmaydi, qatnashadiganlar mushtaq bizning tushuntirishlarimiz, bizning guruhi deyman, bizning hamda bundan keyin partiya deyman. Uyg'urman guruhi deydim. Bu Uyg'urman hozir bir masalan shu partiya, shu Uyg'urning mustaqillik uchun so'zlaydigan ish bo'lgandan keyin bizning partiya bunun to'xtamay tushundirishi bilan cho'qim Uyg'urimiz uyg'undi. Uyg'urimiz masalan chet elliklarni tatib bunda bizning tariximizni o'ttirib qo'yib biz uchun beshini ko'tarib bizning inqilobimizni qilayotgan yerda iqtisodiy jihatdan, undan keyin vaqt jihatdan hammani bizdan kerak ustun o'rin qo'yib, bizning qarindoshlarimizdan kerak birinchi o'rin qo'yib shunday qilayotgan vaqtda bu biz cho'qim mustaqilmiz, Xitoyni cho'qim chiqarib o'tamiz. Ammo shu yerda yana bir qism Uyg'urlarimiz yana bo'ladi. Yana shu hozirga o'xshash bir-birsini qajab, bir-birsini patlamay, amandaq deb. Ammo men sizlarga deb qo'yay. Men o'lib ketib qolsam, shularning ismini yozib qoldirib qo'yaman. Mojo. O'z vaqtida yishnim qilmagan. Mana bular huquq talashib, ya bo'lmasa manfaat talashib, ya bo'lmasa Uyg'urga ish qilib, hech qanday bir yaxshi qilib beramagan deb qoldirib qo'yma. Shu videolarimda aytgan birasining ismi tilga ilinib, yo'qsa Uyg'urning shu mustaqillik uchun, shu partiya uchun agar rasmiy to'picha ochadigan, oldimizni to'siydigan, biz qas qiladigan shunday insonlarimiz video qilib qoladi, qilib qolgandan keyin tarix yoziladi. Ammo bizning bu mustaqilligimiz
iniqdan iniq bu bir ish, ammo bu dunyoga Uyg'urning qanday ekanligini bildirib qo'yaylik deb meni kuchayotgan gap, tez suratda uyushaylik deyotgan gap. Chunki men haqiqatan qo'lim ishga bormaydigan darajaga keldi hozir. Masalan, ya uyqu emas, shundaq. Ba'zan kunlari shu planni o'ylab, masalan, shu g'imini yapmış, qanday qilganda men keyingi ishni qanday qilsak bu nemishki, bunda bo'ldi deb. Ajinda yo'qolamiz, biroq hammasi vatanning ishini o'ylab. Chunki nayt qis vaqtimiz qoldi. Menchi bo'lsa, tayyor bo'lishimiz kerak. Bu dunyoning buning ishini unutib ketib, butun zehnimizni shu Uyg'urning ishini markazlashtirishimiz kerak. Sen Uyg'ur bo'lsang, Uyg'ur uchun chiqib berishing kerak bu shunday xalqiliq vaqtda. Qilamısang, ko'zing, yuzing yo'riqolmaydi. Vaqti kelganda shu xalqimizga javobini beramaysan. Unda bo'lganda ekan, shunday bir fursatda, shunday bir kurash qilib, shunday bir millat uchun hammasini barlig'ini atgan shunday adamlarimiz, zatlarimizdan arasıga yig'ilishing kerak. Uyg'ur bo'lishibdi ular. Uyg'urlar emas, boshqa millatlarni quvvatida unda bo'lgandan keyin birinchidan sababi shu bu Republic Partiyaning shu odam sonini ko'paytirish hozirgi birinchi maqsadi shu bo'lgandan keyin biz cho'qim tayyor bo'lishimiz kerak. Kam deganda bir 10 ming a'zoga ochiq etmasak bu Uyg'urning da'vo ishini biz mushta partiyaning ostiga yig'ilmasak, mayli bir partiyaning ostiga 10 ming odam yig'ilsin, ya mayli ikki partiyaning ostiga jami bo'lib 10 ming odam yig'ilsin. Ammo biz ashta bir partiyaning ostiga yig'ilib, biz davlat bilan xalqni bir-birisiga tutashtirdiganga tayyor bo'lib turishimiz kerak. Tutashtıra oladigan mushta sistemini qurib chiqishimiz kerak. Ama bu Republic Parti degan hozir Uyg'urda birdan bir ashundaq bir hamma rasmiyati to'liq dunyo e'tirof qildigan, e'tirof qilmasa mana qog'ozni ko'rsatadigan ashta bir partiya deb tushunma. Ham ashundaq qurilmaga ega, shu WhatsApplardan biz degan vazifa bo'ldigan bo'lsa, valash vuruq hammasi o'zining ishini qilib tashkillanish bek muhim. Hozir sen bu partiyaga kir, sen kunning vaqtingni biz partiyaga sarf qil demayotdi. Faqat partiyaga kirib ama şu kurulmanı düşen, sen neymiş ki kirgenliğine bil, ama şu bilsen çokum kirse, kirgenden keyin, şu xalq hükümetin tang bağlap, muşundaq bir apman alaydigan bir kurulmamızın bağlığını, sistemimizin kurulup oğallığını dünya köygenden keyin etfte, dep vatanni Xitayning hakimiyeti tugagenden keyin biz mi udul berip, devletimizden asli keltirishimiz mumkin. Bu mening cheksiz ishonchim bu ishga bo'lgan. Unda bo'lgandan keyin qarindoshlar, ishonsanglar, işte partiyaga kirib, yo bo'lmasa boshqa bir tashkilot kirib, ammo shu tashkillangan vaqt keldi. Oldirash bo'ldigan vaqt keldi. Shunlashqa men bu da'lab qasam berib qo'yib, yo'qab ketib, qilmayman, ammo endi shu qanchalik so'zlayolsam, qanchalik shu partiya uchun shu Sharq Turkiston devletimizden asliga kelishga kuchim yar berishim so'zlayman bundan keyin. Muradilla sennimi to'xtamay tashviq qilamiz, uning kitobini yozyapmiz. Uning kitobini yozishga bizga azroq yordam bo'lsa deb donationni chiqargan, va kitobga mush kitobni yozishga azroq bir ko'ngling bo'lsa, Uyg'urning ishi hamda ko'nglar bo'lsa deb uni chiqardik, ma tarqitib berganlar bo'ldi. Rahmat. O kitapning ahamiyati hamda bu mushundaq Uyg'ur deb masala birga kelayotgan vaqtda mushu ikki Uyg'urning hikoyasi orqali bu Xitoyning bo'layotgan qirg'inchiligi. Masalan, mening kichik vaqtimda men qanday Xitoylarning bir poyez işte bizning jutlarga kelgan, undan keyin Xitoylarning qanday bo'lib asta bizning o'rnimizni besib Xitoylar beshimizga minib oxirida hatta biz Xitoyning ko'ziga tikilib qaramaydigan darajaga kelganligimizni hammasini shu hikoya qilib, undan keyin shu Muradilning chiqqan qanday bo'lib Muradil o'zligi qiniga patmay, jiniga patmay işte so'zlaganlari hammani birlashtirib bir shunday qilmoqchi, kitob yozmoqchi. Yozib hozir bir 10dan 1 qismini tugatdik deb o'ylaymiz. Shu yerga keldik. Bir hafta bo'ldi ish boshlig'i. Ama men hozir jiddiy kelar oyda shu yaqinqi vaqtda ya kelar oy, ya kelar oyda ko'chishim mumkin. Shu
shu ag'inam bilan birga kelib ikkimiz shunda bir ishxonni birini qurib shunda studioni qurib maxsus Uyg'urning davosi uchun maxsus media bo'lib shu kitobni undan keyin shu mediani tang professional usulda bag'an siri shu yuqori saviyaga ko'tarish uchun tirishmoqchi. Amma men xizmatim hozir mening qo'lim bu ximiyaga bormaydi. Ximiya olim professorlar qildigan ishni qildim biron, biroq u ximiyaga sen butun zehning muhabbatingni berib qilsang bo'ladi, biroq men hozir u beramaydigan darajaga yetdim. Chunki Xitoy bizni ashaga akeldi, ammo sen bilan men yana ham Uyg'urni unutib, biroqlam unutib qila olsak qilishimiz kerak, jonni beqishimiz kerak, ammo qo'lim rost gap qilsam tajribaxonga bormaydigan bo'lib ketdi. Hozir men ikkilar shu ko'rinishlar tez tugishi mumkin, ichilishi mumkin, shahar men zavodim, shirkatim yana ichilishi mumkin. Men qaytmaymi deganda nurg'un o'ylanib, oxir bo'ldi, men qaytmaymiki degan xiyol kelyapti. Endi ishlamaymiki ximiya degan xizmatimni ishlamay, hozir bundan keyin shundaq tariximizni so'zlab, partiyamizni so'zlab, kitob chiqarib, shu ishga bir eng oxirgi 1-2 yilimiz vaqtimiz qoldi. Shunlashqan 1-2 yil vaqtimizni obdan foydalanib, shundaq bir ishga ataymiki degan maqsadda. Endi shunda maqsad bo'lgandan keyin menda hozir ozroq qiynalish bor. Aşağıya hüccet beriş, bu özüm joylashib, biroqlam Amerikani kesib New York, Kaliforniyada New York ketmoqchi. New Yorkdan Kaliforniyaga men mashinada yolg'iz kelgan bo'ytaq. Hozir xotinaptiman, balalar qoptiman, endi vazifam tugdi deb, yana shu mashinam bilan hamma narsani, men uydagi narsalarni setib, quruqlab, aşağıya ketib, ag'inam bilan ikkimiz birlashib maxsus mush ishga kuchmoqchi. U ag'inam Republic Partiyaga kirdigan bo'ldi. U bir Uyg'urmi emas. Republic Partiyaga aşım o cığda bütün kuchini chiqarib, men dedimki Uyg'ur degan mard millat, sehiy millat, yaxshi millat, aqko'ngil millat. Sen hozir mo'shinchilik qanchalik chiqasan, hargiz unutmaydi Uyg'ur. Biz unutmaymiz Uyg'ur qig'inini. Shunlashqa sen qo'rqmay qil. Uyg'urni sen ma'rqiliq tushandan, menga ishonsang, diginimni qilsang, seni biz ziyon tatqizmaymiz desam, chatda yo'q deb hozir degan. Sen degan Uyg'urlarni cho'qim bir to'kpikor bir insan bu çıkılsa vakti kelganda to'xtamay yoz, to'xtamay qil, to'xtamay yordamingni ayamag'in, biz sana muhtoj deb aytadi. Davatimi degandan keyin ularni ta'sirlab quvvatida mesela shu Uyg'ur ma'balaga o'xshash bütün vaqtini hozir bütün vaqtini emasdi, hamda xeyli nurg'un vaqtini shu Uyg'urning ishiga sarf qilib, Uyg'urning tarixini shunday o'zi Facebook ichish orqali bizga tushuntirib, undan keyin mushtaqa Uyg'urning tarixini yana bizga ratlab, masalalarni tushuntirib, shunday qilmoqchi. Bu sap Uyg'urga foydali. Bu o'ziga foyda, bevosita foyda olib kelmaydi. Shu bizning shu davlatimizni qurib bir Xitoyning shu irqiy qirg'inchiligidan bir qutulsa deb, shu chet elliklar g'arib barlari yuraklarida laxta-laxta bo'lib ketgachga bizga yordam quvvatida qarindoshlar. Undaq bo'lgandan keyin sen bilan biz uxlab o'tlasak, bek sen numus bir ish. Bizlarni obdan o'ylash biqinglar. Her qandaq bir ish, shu partiya to'g'riliq har qandaq bir ish bo'lsa, mendan so'ranglar, javobini bermay, undan keyin East Turkestan Republican degan mening nimamga kirsanglar, Facebook kanalimga kirsanglar, tutash ostiga qarsanglar, to'xtanglar, Mandayada mana East Turkestan Republic deganni kirsanglar, bu mana shu Nabijan akimizning boshdan oyoq tushuntirib, qig'ini biz nimishki bu partiyaga muhtoj bo'lib qoldik. Davlat qurish uchun nimishki biz bu yerda partiya deb so'zlab ketib boramiz degan hammani obdan tushuntirib qilibdi. Qaranglar, bu videosi degan bu meninkidami ko'rish nisbati oz. Bu haqiqiy narsani men yerda so'zlayotdi. Men hamda shu bunda tushuntirib quvvatima haqiqiy belli ma videolarda mushlarni ko'ringlar qarindoshlar. O'tirib kuniga birini ko'rsanglarmi, birisi 40 minut bo'lsa, kuniga bir 40 minutni ko'rsanglarmi, bir haftada partiyaning qandoqligini bilib qolasizlar. Buning qanchalik majburiyat ekanligini bizning millatga Uyg'urga bo'layotgan. Shuni tushunib yetishinglarga men ishonaman. Ammo anglanglar.
qo'shilmasanglar yana kep munozir qilsak bo'ldi. Bu yerda hech kim bir-birimizga anaqa bir yomonlik qilishni maqsad yo'q bo'lgandan keyin, hammamiz qarindosh bo'lgandan keyin, qon qarindosh bo'lgandan keyin qarindoshlar butun dunyoning Uyg'urning tarixi 70 ming yil bo'lgan bo'lsa, biz sen bilan biz eng oxirgi shu Uyg'ur degan ismga varislik qilib mishay kelgan bo'lgandan keyin, bu bir Allohning o'rlashtirishi, bu qon qarindosh odam oti bilan Havo onaning farzandiga, ikki farzandiga o'xshash bizmi shu Uyg'urning hozirdan varis qilgan qandoshlik munosabatimiz eng yaqin qarindoshlar. Bu yerda bir-birimizga mehr-muhabbatni berishimiz kerak. Bu yerda unda bir-birimizni haqoratlashning o'rniga. Tuniga men bir mana kommentlar yomonchiq keldi. Aytaqtan Ama mana o'xshash kommentlar yomonchiq keldi menga. Ko'pincha har xil gaplarni qildi. Ama ya da birisi qasam berganimni ama ya da İzzet Bagwan degan adam, Aziz Bagwan ke bu. Eng saxtpaz, eng yolg'onchi insonlar qasamxo'r keladi, bo'ladi debdi. O'ziga ishonsang qasam qilishga kerak yo'q. Sen qasam xo'rlar o'zinglarni tekshirib beqinglar debdi. Qaqshima qerdishima xapoma deb qo'ydim. Men nimdayman bundalarga qasamxo'r deb yolg'onchi saxtpaz deb. Bo'pti. Nim desang da qerdishim. Ama aldimizni to'sima. O'shunda qerdoshlarim deydiganim aldimizni to'sima. Nim desang da biz bir inson yapmasa birisining haqoratligi, o bu nimlariga Xitoydagi cho'ng noposimiz bor, uning arsig'isini tiqib olsaklam yo'qli bo'lsa, birisiga hech qanday foydami, bizga ziyon ekilamaydi undalar hamini. Ama qasam berish bu yerda bir bildirish, bu bir murosima. Sen nimaga kirsang, bir nimaga ishonsang, men ishondim, qasam berma deb deganga o'xshash. Shunga o'xshash ish bu. Bu bir murosima, har qanday partiyaga kirish shunday ish. Bu biz chiqarib biz to'qib olgan ish emas. Ba'zilar Qur'on tutib qasam berish deydi ekan. Qur'on tutmasang hisob emas deb. Undaqlari bor. Uni qilsa texmi ish chiqib ketadi. Hargiz uni men qo'llamayman Qur'on tutib. Qur'onni deganda majmuiymi Qur'onni tutib turib Xitoyning ke bo'lib chiqqan oxirida Uyg'urni qirib tatib olgan davlatni. Shunda Qur'on tutganlarga u ishinish kerak emas. Ammo bizga o'xshash inqilob qilamiz deganlar, men kirdim, endi vatan uchun, ozodlik uchun kuchayma deganga, uning qasam so'zlagan hech qanday bir masala emas deb o'ylayman. Buldu qarindoshlar, har kuni azozdan shunda bo'lgan ishlarni so'zlashman. Mening bilan, bola bilan bugun shu ozroq bir paranglashgan 1 soatdek to'rda bundan keyingi xizmatlarimiz shu bola bilan birlashib naq maydon qilamizmi, shuni rekord qilib yaxshi tarix mazmunlarni Uyg'urlarning uyg'otadigan, Uyg'urlarning xalqarodagi o'rnini tushundiradigan. Chunki hozir biz bevosita assak hozir Wikipedia yamisi mushtaq Reddit degan shunaqa mulozim torbatlarni qarasanglar, nurg'uni bizni bular degan bir chalg'ot millat. Xitoy bilan arablarning bo'lgan ishim huqumaydiganlar shundaqla o'ylaydi. Shulashqa bizga shu majburiyat bo'lyapti. Uyg'ur degan millat mayadam mayakakcha dunyoni bir hayron qoldirib olsak, ichidan Xitoyning nima ishga qirdiganini tushundirsak, undan keyin bu bizga bir zo'r kuch, bu bir ma'naviy o'zi ham kuch bo'ladi deb o'ylayman. Bo'ldi, shuncha gap qilay qarindoshlar, jiddiylamay chiqdim shu har kuni shunda bo'layotdi. Ammo yaxshi teamlar bo'lsa, yana tavsiya qilsanglar, shu to'g'riliq munozirlasak bo'ladi. Undan keyin shu bizning Sharq Turkiston Cumhuriyetçiler Partiyasiga agar har qanday savolinglar bo'lsa, qoldirib qo'ysanglar, yo'qsa shu to'g'riliq bilan shu ekranga chiqib munozirlasak bo'ladi. Birga kelaylik, tashkillanaylik qarindoshlar. Tibetlarning shu qurilmasidan biz uygunaylik. Hech qanday bir biz qilamiqdek ish yo'q. Qarindoshlar, bizning har jihatda talant egalarimiz nurg'un. Biz degan Uyg'ur deganga mana ko'ryapsizlar, biz birdan bir saqlanib qolgan 70 ming yil shu havoni bilan odamatidan shu pushti bo'lgan
bevosita shu muqabilisidan tortib hozirgacha biz shunday saqlanib qolgan bu shu ismga varislik qilib yashab kelayotgan Uyg'urlar biz nimani yaratmagan? Nimani yaratmagan, nimani qilamagan dunyoga o'zimizning yana bir qatim kimligini bildirib qo'ydigan vaqtimiz keldi. Shunlashqa bir narsaning ostiga yig'layli, bir tashkilning ostiga yig'layli, shunda bir partiyaning ostiga yig'ilib, hukumatimizni o'zimiz saylab chiqib, u hukumatimiz Amerika bilan ko'rishamdi, NATO bilan ko'rishamdi, United Nation bilan ko'rishamdi, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bilan. U chaqda hamma ishlar yaxshi bo'lib ketdi, oson bo'lib ketdi qarindoshlar. Bu yerda qozoq qarindoshlarning mo ichidagi har xil boshqacha o'ylarni qo'yib tashlab, unutib ketib, qozoq bilan Uyg'urning qanchalik bog'langan bir millat ekanligini, tarixi obdan tushunib, o'zimizning bir akufka millat, bir-birimizga raqobat millat bo'lib, buningga yashab yaxshi o'tishimiz uchun bu bizning Sharq Turkiston Republic Partiyasiga kirishini umid qilaman qarindoshlar. Har qanday savolinglar bo'lsa, tashlasanglar bo'ladi. Bu partiya shu noposi bor bo'lsa, texi yaxshi bo'lmasa, har qanday millat Uyg'urning shu mustaqilligi, shu Sharq Turkistonning qaytarilishi uchun foydali bo'ladigan ish bo'lsa, qiladigan kirsa bo'ladigan bir partiya. Shunlashqa men hozir bir kunning ichida 3 chet ellikni qayil qilib bo'ldim. Ularni kiradigan bo'ldi. Patarda Nejmiddin Kan bilan deyishib, ularning rasmiyatini o'tab, partiyaga rasmiy qabul qilganligini jakalaymiz. Shu qarindoshlar, qildigan ish nurg'un, tashkilimiz, hamda ishlaymiz, hamda qilamiz, hamda vaqtimizni, zehnimizni sarf qilamiz. Sen qilamsan bo'pti, ammo menga o'xshash qilayotganlarni qo'llab qo'yinglar qarindoshlar. Tunugun akamiz mening shu kitob chiqardigan shu ilonimni hammaga avatdi. Menchi bo'lsa qo'llash yetarsiz. Menga shu azroq bir yerdan qo'ysanglar, men shu berilib studiyamni qurib olib, mediani maxsus shunday kunda so'zlaydiganga, ya'ni shu men xalqimga muhtoj. Shu bizning bir shu inqilobning bir partiyasi bir-birimizni qo'llash bo'lgan ekan. Qo'llab beringlar, sizlarni umidsizlantirmaymiz, toki shu oxirgi tinig'imizcha shu vatanning ozodligi uchun kurash qilman deb tunugan qasam berganga o'xshash buni oxirini chiqirmay qarindoshlar. Unda bo'lgan ekan. Aymanglar, aman bo'linglar, tashkillayli, Xitoyga mushatayli, yana deydigan gap shu. Allohga omonat qarindoshlar. Kelarsan ko'rishaylik.